Siz kimsiz, tanımadım. Rüstem ağa, sizni mına emlakxonamizdagi barliq tekshiruvlardan o'tkazdik. Biroq Toshkent qalasindagi O'rayliq emlakxonaga da borib, bir qo'shimcha tekshiruvlardan o'tib kelishingizni maslahat etaman. Toshkentga? Yaxshi. Baray. Baraman. Toshkent desang-bi? Sen nukusdan chiqib ko'rmasang. Bu yoqda qayoqqa borasan? Ya tanishimiz bo'lmasa? Tanışımız var. Bundan bir 30 yıl burun bir dostum var edi. Sol hazır Toshkentda turadi. Bar ümitim sondan. Kim var? Hozir. Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam balam. Mahmut'un uyu mu? Mahmut uyda mi? Yo, babam ishda. Jumusi qayerda? Ko'cham boshida, mahalla idorasida. Yaxshi. Rahmet balam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harmanglar. Mahmut kerak edi mаған? Bu yoqda edi. Rahmet. Assalomu alaykum. Mahmud, qalaysiz? Aleyküm assalam. Siz kimsiz, tanımadım. Men Rüstemmen o. Qaraqalpaqdan keldim. Bizning ovulga borganimizda birga ishlashib, bir do'st yaram bo'lib qolib edik. İşlegan bo'lsak ishlagandirman. Men ko'p joylarda ishlaganman. Nima edi? Men sizning vaqtingizni olmay qo'yay. Men ketaverayim. Rustam! Nima? Meni tanimaydi deb o'yladingmi? Ha? Ko'zini ishira bosdi deb o'yladingmi? Qadrdon bormisan? Yaxshi keldingmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Voy barakat-o, o'zgarib ketgan. Qani, kel. Qani o'tir qadrdon. Sog'lig'ing yaxshimi? Tinchmisan? Oldinglar hammasi yaxshimi? Hozir. Yaxshi. Xotinjon, yaxshimisan? Targachilik ko'r. Qoraqalpoqdan katta mehmonim kelyapti. Men senga aytganman o'sha do'stim. Ha? Bo'pti, hozir boramiz. Qalay yumishlar yaxshimi? Meni katta odam bo'lib ko'zini ishira bosdi deb o'yladingmi?